Akalar to'xtanglar, bu videoni o'tkazib yuborishdan oldin bu pichog'imizni bir qator ma'lumotlarni eshitib o'tketinglar. Haqiqatan ham shunaqa pichoqlar bor. O'zimizning Andijonning shahrixonada shunaqa pichoqlarni yasaymiz. Bitta ko'rib baho beringlarchi. Lezvalari обойма почемнийdan ishlangan. Ruchkalari shoxdan haqiqiy yorma qilib, birinchilarni baylab, mana shu oxirigacha aylanib o'tgan 3 ta porchilangan 2026-yil qilib yozib qo'yganmiz. Bu yangilik narsa. Endi buni narxi ham o'ziga yarasha. Bu narsani olib qo'ysanglar, u 30 yil, 40 yil bemalol ishlataveradi. Narxini $100 ga qilib beramiz. Bitta ham odamga $100 deb bersangiz, pul bo'ldi, kul bo'ldi va ishlanib ketadi. Bu pichoqni bersangiz, sizni ancha yil eslab ishlatadi. Like bosib qo'ying, esdan chiqmasin.